Hammaga salom. Bugun roligimizda 3 ta mobilda eng ko'p yolg'onlarni aytib chiqaman. Birinchisi bo'lib almaz. Almazlarni olishlarning turi, hech qanaqa almazni tekinga olish imkoniyati yo'q. Chit orqali mumkin, srazu bam bo'ladi. Almazlar qachon bo'lishi mumkin? Sovg'aga kelib qoladi va sariq almaz degan narsa bor. Uni yig'sanglar, u ham almaz o'rnida o'tadi va oxirida bitta almaz olib turib, giroy sotib olsanglar bo'ladi. Yoki rus blogerlar chiqadi, tekinga almaz olishlarni ishonib o'tirmanglar yoki telefoningizga virus tushirib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi yolg'on, mana bunaqa pulli, 12 ming turgan pulli o'tkazish mumkin. Oldin o'tkazish mumkin edi, hozir yo'q. Qanaqa qilib o'tkazsak bo'ladi? Oldinlari, misol uchun, giroyga kirib turib, o'rtog'ingizga kirib turib, mana buni bosib, maksimal 2,5 mingtagacha o'tkazish mumkin edi. Hozirgi paytda iloji yo'q. Olib tashalgan bu. Hamma o'zi pul ishlab turib, o'zi giroy sotib oladi. Hozirgi paytda imkonsiz. Va uchinchi eng ko'p aldanadigan narsalar, TikTok, Instagramda chiqadi. Tamuz 4 tasini, 5 tasini olib ketadi zborka bilan. Bunaqa iloji yo'q. Hozirgi paytda даже Funny ham balans qilindi. Ya'ni qanaqa? O'yin bu PUBG emas, chunki 4 tasini, 5 tasini olib ketishingiz nereal. Misol uchun Funnyda oldinlar bo'lardi. 4 tasini, 5 tasini olib ketilishi mumkin edi mobilnosti orqali. Hozirgi paytda yo'q. Ya'ni komandni igrok bo'lgan, komandni igra bo'lgan bu. O'shaning uchun kimdir kuchli, kimdir kuchsiz emas. Ya'ni misol uchun Instagramda chiqadi, Tamuz 5 tasini olib ketyapti, Gatot 5 tasini olib ketyapti. Unaqa qilish mumkin. Unda qachonki dushman giroy o'ynamasa. Ya'ni qanaqa? Bitta kontrol bo'ladi va все, uni jonini yo'qib tashlaydi 5 tasi. O'shaning uchun qanaqadir zborkalarga Instagramda chiqadi-ku, mana bunaqa zborka bilan hammasini buzib tashlash mumkin. Unaqa zborkalarga ishonib o'tirmanglar. Hammaga xayr.